Samarqand deganda ko'z oldimizga Registon, Shohzinda va ko'plab tarixiy yodgorliklar keladi. Lekin biz bugun eski uy-joylar o'rnida qurilayotgan yangi shahar, vokzal, ortiq hududi, ya'ni xalq tilidagi Zalina haqida gaplashamiz. Bu hududga roppa rosa 70-100 yil avval insonlar ko'chib kela boshladilar. Ajablanarlisi, bu yerda ko'plab hovlilarda turli millatlar yashab kelardi. Uylarning o'lchami esa yarim sotixdan 30 sotixgacha topiladi. Xo'sh, bu yer qachondan renovatsiya hududiga kiritildi? 2025-yildan boshlab Zalina hududi Samarqanddagi eng yirik renovatsiya hududlaridan biriga aylandi. Bugungi kunda bu yerda eski uy-joylar o'rnida zamonaviy turar joy majmualari, keng yo'llar va yangi infratuzilma barpo etilmoqda. Samarqand shahrida zamonaviy uy-joylarga bo'lgan talabni ta'minlash uchun 3 ta yirik massiv tanlab olinadi. Jumladan Shirin massivida 180 ming, temir yo'l ortiq hududida 100 ming, Qarasuv 2 massivida 30 ming aholi uchun 700 dan ortiq zamonaviy ko'p qavatli uylar barpo etiladi. Tasavvur qilishingiz uchun 301 gektarli maydonda yangi shahar barpo etilmoqda. Bu degani qariyb 420 ta xalqaro futbol maydoniga teng. Renovatsiyaga kelsak, bu degani faqatgina eski uylarni buzish degani emas. Bu butun boshli shaharni qayta rejalashtirish, zamonaviy infratuzilma yaratish va qulayroq yashash muhitini barpo etish degani. Axir siz ham eshitib bo'lgandirsiz, Samarqanddagi eng katta yangi bulvar ham aynan vokzal ortida qurilmoqda. Bundan tashqari, alohida savdo markazlari, poliklinikalar, bog'cha, maktab, hatto universitet ham shu shaharchada qurilmoqda. Umuman olganda, bu yerdan chiqmasdan yashash imkoniyati paydo bo'ladi. Endi esa tanganing ikkinchi tomoniga qarasak, bu yerda yillar davomida hayot kechirib kelgan uy egalari rozimi? Bugun buni Centra Group, ya'ni 5 gektarli maydonda qurilayotgan Dargoh Residence o'rnidagi uy egalari misolida ko'rib chiqamiz. Men Isayba Maryam, 43-yil tug'ilganman. 62-yildan beri Zalinida yashaymiz. Zalin emas u, Xo'janazar u. Ilgari ketgan bizda suvimiz yo'q edi. O'sha yerda Xo'janazar o'zida. Gazimiz yo'q edi. Asfalt yo'q edi. Mashina yo'q edi. Hamma nimani asta-asta o'zimiz dabevatsa qildik. 26-yilga kelib, ana bizlarni o'ylabimizni oldi. Mana bedan Xudoga shukr, uy-joy bedi. Men olgan uy-joyimdan mamnunman. Uyim-joyim yaxshi. Bedem suvimiz, gazimiz, hamma nimamiz bor, yaxshi. Atrofda magazinlar, park mana beda. Hamma nima bor, Xudoga shukr. Agar hozir mana desaki, men seni havlingni eski holatda to'g'rilab beraman. Ko'chib ketasizmi? Xola desa Abdulloh, men yo'q deyman. Nima uchun yo'q deyman? Hamma sharoit bor. Shuning uchun men uni yo'q deyman. Sheda qolaman deyman. Assalomu alaykum. Men Jo'raqulova Mavjuda 1970-yilda Zafarobod mahallasiga kelin bo'lib tushib, shu yerda 56 yil umr guzarolik qildim. Shu yerda yashadim, 4 farzandning dunyoga keltirib ularni voyaga yetkazib, 25-yil may-iyun oylarida prezidentimizning qarorlari bilan vokzal orti uylarini buzishni, bu yerda zamonaviy uylar qurishni tavsiya qilganlarini aytib, bizga tushuntirib, uylarimizni o'lchab, kvadratini qilib, men sizlarga kvadratlaringga uy beramiz, joy beramiz deb yaxshi muomala qilib, nima qildilar? Bunaqa odamlar kam, vejli, juda ham iymonli, e'tiqodli, yaxshi insonlar kirib kelib, yaxshi muomala qildi. Bizlar ham yaxshi muomala bilan xo'p deb javob berib, mana shu uylarni bizlarga berdi. Mana uylarimiz yaxshi, joylari nima desam, sentr, hamma bu yoqda bozor, bu yoqda vokzal, hamma narsa yaqin. Mashinalar, avtobuslar, tramvaylar yurib turibdi. Qayerga borsak,
bemalol borib kelaveramiz. G'azi ham yaxshi, hamma joyi yaxshi. Sharoitlari zo'r, nolaydigan joyimiz yo'q. Uylar qishda issiq, yozda yaxshi, mana Shabada konditsioner bo'lmasa ham salqingina yashab o'tiribmiz. Bizlar bergan uylardan Abdullajonga rozimiz. Shunaqa quruvchilar, shunaqa tadbirkorlar yurtimizga ko'paysin. Men Qosimov Fayzullohman. Mana shu yerda yashab yuribmiz. Kelgandan beri Xudoga shukr, uy joy yaxshi. Menga yoqadi. Xudoga behisob shukr. Mana taqdir qilgan ekan yashab yuribmiz. Va bundan yaxshi bo'lishi mumkin emas. Hammasiga bizlar rozimizlar. Baraka topsin, sog' salomat bo'lsin, baxtli bo'lsin, u ham niyatlariga yetsin. Mana biz mazza qilib yashab yuribmiz. Bunaqa uylarda hech yetti uxlab bir tushga kirmagan joylar. Xudoga shukr, Xudoga behisob shukr. Mana shunday yaxshi joylarda yashab yuribmiz. Ilohim oxirigacha shunday yashaylik, ko'z tegmasin. Nima niyat qilsa niyatlarimizga yetaylik, sizlar ham niyatlaringizga yetinglar. Ammo yaxshi kunlarda uchrashaylik. Misol uchun bizlar hovlimizga oxir Abdulla akam 10 marta kirgan bo'lsalar ham endi bir xil xola nima bo'ldi, topibsizlarmi, uy topibsizlarmi nima deb biron marta xafa bo'lib chiqqanlari yo'q. Faqat o'ynab, kulib, nima qilib chiqqanlar. Bizlar ham shunday hech qachon nima qilgan, ozor berganimiz yo'qda misol. Ikkinchi ko'cha, bizlar ko'chamiz yaxshi ko'cha. Bizlar ko'chamizlar mirniy. Ammo biz ana shu ulardan ajralganimda men juda ham qiynalyapman-da. Ikkinchi ko'cha qit'a nimaroq, bizdan keyingi. O'shalar bir 5-6 ta ayol keldi ko'chamizda. Men dedim, Xudoya nola qilinglar, shtab sizlar Abdulla akam olsin sizlarni nimalaydi dedim. Yaxshi, umuman O'zbekiston davlatida yashayotganimga xursandman. Shunday joyda tug'ilib, o'sib, bolalarim katta bo'ldi, institutda o'qidi, hammasi baxtli taxtli yashaydi. Xudoga shukr. Yurtboshimiz sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Barakalla, barakalla. Doim nima niyatda yuribdilar, shunday vatanni ravnaqi uchun hamisha ishlari olg'a bo'lsin ilohim. Я Теремкова Ангелина Михайловна, 1980 года рождения, гражданка Республики Узбекистан, всю жизнь проживающая здесь, по адресу транспортная. Это махаля Матонат, бывший район Залине. Жили мы, проживали очень хорошо и дружно в нашей махале. Махаля у нас очень хорошая, но в связи с реновацией нам пришлось оттуда уйти. Ко мне пришел застройщик наш, это Пулатов Абдулла Абдуфатоевич. Это проект у них Даргох резиденция. Пришли ко мне с очень хорошим предложением, с хорошим отношением, с уважением, как к жительнице махали. Все, что он обещал, он на сегодняшний день все выполнил, все договоренности. Я со своей стороны также не препятствовала реновационной программе. Когда мне была приобретена эта квартира в новом доме, я буквально на следующий же день и переехала. Никаких препятствий для дальнейших работ Даргоха не препятствовала. Очень хорошая компания, очень хорошая команда, с уважением. Даже до сих пор мы в хороших и дружеских таких вот в разговорах. Что-то нужно, я спрашиваю, что-то нужно, они отвечают всегда. Я ими очень довольна. Переселилась я сюда, в эту квартиру. Квартира новая. Купили мне так, как я и попросила. Выполнили все то, что и обещали. Я ими очень довольна. Жизнь моя, конечно, раньше и тоже была очень хорошая. Я очень любила свой дом, но раз пришлось уже уйти, уже учимся жить в новом доме. В новом доме мне тоже очень нравится. Хороший район, хорошие соседи, дом хороший. Не убитый, а очень даже хороший дом. Я очень благодарна своему застройщику за то, что они приобрели мне именно здесь. Меня никто не мучил. Это второе предложение, и мы на нем остановились и переехали. Shu o'rinda Centra Group'ning o'zi haqida qisqacha to'xtalsak, bu 10 yillik tajribaga ega va 10 ga yaqin turli majmualarni topshirgan tajribali quruvchi Abdulloh Po'latovning yirik kompaniyasi hisoblanadi. Unda faqat qurilish emas, balki ishlab chiqarish zavodlari, tibbiy markaz va turar joy majmualarini ham
o'z ichiga oladi. Vokzal ortidagi aynan aytilingan uyning nomi esa dargoh rezidens nomi bilan yuritila boshlandi va hozirda 5 gektarlik eng katta hudud va baland nuqtasidagi uylar sotuvini davom ettirmoqda. Uylar haqida yanada ko'proq ma'lumotni olishni istasangiz, bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib boring yoki hozirning o'zida qo'ng'iroq qiling. Agar bizni bu foydali postlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Biz ularni albatta o'qiymiz. Barchaga rahmat.